أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك فانحر إنا شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهامين الحمد لله رب العالمين إلهامين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلهامين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. İlahomin Parvardigori olam bizlardan avvalgi o'tgan ota urug'larimiz, ona urug'larimiz, ota-onalarimiz, aka-uka birodarlarimiz, xususan bu Ashrali akani o'tgan umidvorlarni rahmat qilgin. Mana bu manziliyotda yashab avvalda o'tganlarni ham Alloh rahmatinga olgin. Bu joylarda uzum yedik, meva, cheva yedik, yegan ichganimizda hosil bo'lgan savoblarni barcha umidvorlarimizga bahramand qilgin. İlahomin ya Rabbim bizlardan o'tganlarimizni janob payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vassallam shafoatlardan nasib ro'za aylagin. İlahomin ya Rabbim bu Ashrali akani bog'lariga Xudoy taolo baraka bergin. Rizq so'zni ulug' qilgin. O'zini ham salomatligini ziyoda qilib, tinch omon salomat oilasi bilan uzoq yillar yashashini Alloh taolo nasib qilgin. Iloyo bizga o'xshagan do'stlar, aka-ukalar, yori birodarlar kelib, bu bog'larda ko'p yillar orom olib manfaat ko'rishini Alloh taolo o'zingdan so'raymiz. Ilohomin Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ilohomin va la havla va la quvvata illa billahil aliyyul azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Ashraliga salomat bo'ling, xush kelibsiz. Salom sog' bo'linglar. Ha, rosa mana meva chevalardan yedik, Xudo rozi bo'lsin. Shunchalik Xudo taolo sizga beribdi, ilohim oxirini bahar qilsin. Lekin o'tgan yili kelganimizda ko'p daraxtingiz juda ko'p edi. Ana kesibsiz, o'tinini bizga beramiz dedingizmi yo sotaman dedingizmi? Sotiladi. Ya qarang endi, mana shu daraxtlarni ham sotyapmiz. Uzumdan qolgan foydadan-chi ulushdan berishingiz bo'laveradi bizga. Alloh xayrli qilsin, saodatli qilsin. Allohu akbar. Mana hurmatli o'rtoqlar, shu duo hammamizga ham, sizlarga ham, bizga ham bo'lsin. Rahmat. Mana o'sha mehmon duo qiladi, o'shaning uchun o'zingiz bilib qildingiz. Kimniki mehmon kelsa, yosh bolami, kattami, shunga duo qilib ketish kerak ekan. O'sha kelgan mehmon Xudoning mehmoni ekan. Nima bo'lsa ham yana bir bora shunday yurtda tug'ilganimizdan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Andijonda yeri, Farg'ona, Namangan yerimizda yomon joyi yo'q, chunki ekib qo'yibmiz, nima qilibmiz? Mana o'sha oddiy misol 5 tup ashqova ekib qo'ygan bo'lsam, mana shu 4 sotix joyda egallayapti. Bu daromad qilishga oddiy shunaqa yerimiz bor. Shunday yerlar bor, hatto podshosi o'sha davlat podshosi ham eksa shunaqa bo'lmaydi-da, qarang. Lekin bizning yerimiz unumli. Shunaqa unumli, значит biz o'shalarda podsho, bizning yurtimizda har bir odamni podshodan kuchli ekan. O'sha o'zga yurtlarda. Shu eng bir baxtli podsholar bizning yurtimizga podsho bo'ladi, chunki yo'q narsa yo'q. Yana xonadonimizda 100 xil, endi maqtangan 100 xil meva bor. Shu qiziqib ektik bo'ladi. Shularni ko'rib nima olamiz, o'zimiz havas qilib. Endi bu maqtanishga kirmasin deysiz, lekin bu 100 tup meva mehnat bilan bo'lganda 100 xil meva 500 tup meva bor. Ha, mehnat bilan bo'lganda mehnatsiz bo'lmagan. Agar mehnatsiz tayyor joyda aytganingizda maqtanyap deysiz bo'ladi. Lekin shularni hammasiga oilaviy mehnatinglar shunga. Hammadan Xudo rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Yana bir bora shu Ashrali Karimov kanali, Bahor ayyomi, Bahodir Yapon kanali do'stlik abadiy bo'lsin. Mana juda Bahodirdan zeriksalaring, Ashrali Karimga kiringlar. Ashrali Karimov zeriktirsa Bahor ayyom shunaqa aylanib yuraveringlar. Muzika